Dada, mana ovqatingiz, men bozorga borib kelay. Ha, aytgancha eshitish apparatim buzilib qolibdi. Shuni tuzatib bera olasizmi? Nima qildingmi? Suvga tushib ketdi-da. Bo'ldi, ko'rib qo'yaman. Bozoringni bersin qizim. Yaxshi borib kelgin, yaxshi sotib olgin. Hop, dada, men ketdim. Ko'katlarni olib ketinglar. Ko'katlar bor, ko'katlarni olib ketinglar. Ko'kating nechi pul qizim? Balandroq gapiring, tog'a. Ko'katlaring nechi pul qizim? 1000 so'mga biri bor. Yangi ekan, uni? Ha, yangi. Ber, 10 minglik ber qizim. Hop. Rahmat, Mana tog'a, qizim. kelib turing. Bo'ldi qizim, rahmat. Ko'katlar bor, keldik ko'katlarga. Tog'a, ko'kat olib keting. Yo'q, shart emas. Tog'a, iltimos olib ketavering. Nech puldan? Bir bog'im 1000 so'm. 5 ta bering, bo'pti, xo'p. 10 ta oling do'stim. Ha? 10 ta. Ya 5 ta bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi, bering. Mana, Mana. solavering. Hop. Rahmat. Ey Allohim, o'zingga shukr. Ko'katlarimni ham sotib oldim, olma ham oldim, tovuq go'shti ham oldim. Endi uyga borib dadamga mazali ovqat qilib beraman. Ishqilib tuzatsin-da. Qizim bechora bozorda nima qilyapti-ki? Qiynalmayaptimi ish qiladi. Tuzatchi. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldimi, bozordan kelib oldingmi? Ha, keldim. Dadajon, nimaga ovqatingizni oxirgacha yemadingiz? Qornim to'yib qoldi qizim. Rahmatli onangga o'xshab, qo'ling juda shirin-da. Bir qoshiq yeng. Bo'ldi, rahmat yedim dedi. Ha, aytgancha, dada, eshitish apparatimni tuzatib qo'ydingizmi? Ha, tuzatib qo'ydim mana. Ko'rchi. O'zi ham zo'rini olganman-da senga. Bir eshitib ko'rchi. Gapirib ko'ring-chi, dadajon. Soliha qizim, eshityapsanmi ovozimni? Ha, eshityapman. Ha, biz tuzatamiz-da. Dada, bitta gap aytsam xo'p deysizmi? Mayli qizim. Dada, oyog'ingizga rasm chizib qo'yay. Qanaqa bo'larkin? Iltimos chizib qo'yay. Xo'p, mayli. Dadajon, qarang, chiroyli chiqdimi? Voy, nima qilding qizim? Ha, meni ko'rgani kelgan o'rtoqlarim o'rtoq yotaverib, oyog'ingdan gullar o'sib chiqdi deb o'rishadi-yu. Qizim. Shunaqa. Voy, qo'lim og'ridi. Ana, mazini surkab qo'ygin qizim. Xo'p, hozir dadajon. Hozir men sizga mansir o'tib qo'yaman. Mana shu yerga. Ashit. Bo'ldi, rahmat qizim. Bizni qopqog'ini qayerga qo'yding? Dasturxonda turibdi qopqog'i qizim. Soliha qizim turibdi dasturxonda. Soliha. Apparat ishlamayotgan ekanda. Ishlamayotgan bo'lsa, meni avaylab ishlayapti debdi-da. Bunda qanday bilayotgan ekan? Ha. Lablarimdan bilayotgan ekanda. Meni gaplarimni. Alloh tezroq dardimga shifo bergin. Tezroq oyoqqa turmasam bo'lmaydi. Qizim ham ancha qiynab qo'ydi.